Yollanma ishchi ish ustida yaralansa davolanish chiqimini yallig'och ko'taramdi. Savol. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Tuvandagi savollarga dalil bilan javob berishingizni so'rayman. Birinchi savol. Yollanma ishchi ish ustida yaralansa yoki zaxmlansa, shar'atda uning davolanish chiqimi va uningdan boshqa ishchi saq vaqtida o'zi ustiga elishga tegishli iqtisodiy chiqimlarini, ya'ni bola-chaqalarning nafaqasi, o'qitish chiqimi degandeklarni yallig'och to'lab berish kerakmi? To'latgusa u alg'uchiga halol bo'lamdi. Ikki taraf ishdan burun bu haqda hech nima deyishmagan. Jungo hukumatining odam yallab ishlatguchi ishliguvchini sug'urtaga qatnashtirish kerak deydigan qonuni bo'lg'achqa, shu qonunni kuchga ega qilish uchun yallab ishlatguchi yollanma ishchini sug'urtaga qatnashtirmagan bo'lsa, ish ustida yollanuvchining hamma chiqimlarini yallig'uvchiga to'latkizib berdi. Shu vajidan yurtimizdagi yollanib ishlovchilar ish ustida yaralansam yoki zaxmlansam xo'jayin to'laydi degan tunishga kelib qolgan. Sug'urtaga qatnashgan bo'lsa, ziyonni sug'urta idorasi to'laydi. Lekin bir kunlik yoki 2 kunlik degandek parcha-purat odam yollashda sug'urtaga qatnashtirish qolaysiz. Buningga doir ahvollar bek ko'payotidi. Masalan, Abduqodir hojim oilasidagi bir barang talni echish uchun bir madigarni 40 so'mga yollagan. Talni barangga artish jarayonida madigar barangdan tushib ketib, beli so'nib ketgan. Uni davolatish uchun 127 ming so'm pul ketgan. Bu pulni yallab ishlatguchi, ya'ni Abduqodir hojim doktorxonaga to'lagan. Shundaq davolatgan bo'lsa-mu, bu madigar saqaymay, oxiri belning asti qismi palach bo'lib qolgan. Bu madigar o'zini va bola-chaqalarini Abduqodir hojimning beqishini talab qilgan. Mazkur masalada shariat bo'yicha hukm qilganda Abduqodir hojim madigarning davolanish chiqimi va boshqa chiqimlarni ustiga elish kerakmi yoki bu ziyon zahmatlar va chiqimlar madigarning o'ziga bo'lamdi? Ikkinchi savol. Yollanma ishchi ish ustida o'lib ketsa, yollab ishlatguchi uningga diyat to'lamdi. Jungo qonunida ishlamchini sug'urtaga qatnashtirmaganlik uchun odam ishlatguchini ish ustida o'lib ketgan ishlamchining oila tavobatlariga to'lam to'latkizib beradi. Bu xildagi to'lam shariati to'g'rimi? Shundaq to'lamni hukumatga tayinib to'latgizsa, u alg'uchiga halol bo'lamdi. Mazkur savollar rayonimizdagi ustoz ulamolardan ko'p qatim so'ralgan bo'lsa-mu, javobsiz qoldi. Alloh rozilik uchun tafsilroq javob berishingizni o'tinaman. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ahli tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yollanma ishchi ish ustida yaralansa yoki zaxmlansa yoki o'lsa ahvolga qaraymiz. Yollanuvchining zaxmlanishiga yoki o'lishiga sabab bo'lmagan ahvolda, masalan, odatdagi normal peshtaxtdan tushib o'tib yiqilib tushish, barangdan yiqilib tushish degandek, yollanuvchining o'z sahavaligi yoki diqqatsizligidan zaxmlangan bo'lsa, shariatda yollanuvchining zaxmlanishiga qarata yollanuvchining hech qanday mas'uliyati bo'lmaydi. O'lgan ahvoldami to'lam kelmaydi. Chunki bu ahvolda yollanuvchi uning zaxmlanishiga sabab bo'lmagan. Yollanuvchi uni ittirib o'tmagan yoki xatarlik joyga chiqishga zo'rlamagan. Barang echish, tal artish degan odatda barangga chiqib diqqat qilib o'ltirib ishlash bilan bo'ladi. Buningga boshqa dalil kerak emas. Chunki bu ziyonga yollanuvchi sabab bo'lmagan. Bu ahvolda yollanuvchi faqatla xayr ehson qilish jihatdan davolatib qo'ysa, savobli ish qilgan bo'ladi. Yollanib zaxmlanuvchi buni qabul qilib olsa halol bo'ladi. Bu ahvolda qonunga tayinib to'lam to'latgizsa, u alg'uchiga halol bo'lmaydi. Chunki bu boshqalardan haqsiz to'lam to'latishdir. Ikki taraf ishdan burun bu vaqtda kelishgan bo'lsin yoki kelishmagan bo'lsin o'xshash. Chunki kelishmagan ahvolda to'latish yanada o'rinsiz. Kelishgan ahvolda bu kelishim inovatsiz. Nima uchun deganda ishlamchi ishlatguchi bilan o'ziga keladigan barliq zaxmlanishga qarata ishlatguchi sabab bo'lgan yoki bo'lmagan barliq zaxmlanishlarning chiqimini ishlatguchi ko'taradi deb kelishib, to'xtamda shartlashgan bo'lsa, bu to'xtam ish haqqining noma'lum bo'lganlik sababidan inovatsiz bo'ladi. Chunki zaxmlanishning to'limi ish haqqining bir qismidan iborat. Zaxmlanish yoki uning ig'ir yengilligi bo'lsa noma'lum. Inson qanchalik zaxmlanishni bilmaydi. Demak, uning to'limi noma'lum degan gap. Natijada ish haqqi noma'lum bo'lgan bo'ladi. Ammo yollanuvchining zaxmlanishiga sabab bo'lgan ahvolda, masalan, tok bar simni tok yo'q tutiver degandek yoki tok simini o'ngshayotganda tokni echib etish degandek. Ish qilib, yollanuvchi ishlayotganda bexatarligiga daxl yetkazadigan biror ishni qilgan ahvolda zaxmlanishiga sabab bo'lganlik jihatdan mas'uliyatni ustiga oladi. Buningga loyiq to'lam to'laydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 142 numurliq fatvo.